Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Germaniyaning donliq Ludwig Maximilian universitetining qonun fakulteti tarafidan 15 fevral kuni o'tkazilgan va Kanada, Amerika, Norvegiya, Belgiya, Fransiya, İspaniya qatorliq davlatlardagi universitetlarning qonun fakultetining o'quvchilarining qatnashida o'tkazilgan xalqaro muhokama yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi yig'inining asosliq muzokara temalarining biri bo'ldi. Germaniyaning Myunxen shahriga joylashgan Ludwig Maximilian universiteti qonun fakultetining alohida taklifi bilan mazkur yig'inga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va qurultoy ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim yig'in qatnashuvchilariga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning umumiy vaziyati, Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining boshlanish jarayoni va orqa ko'rinishi, Xitoyning Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlarining mohiyati, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish, Uyg'urlarning madaniy meroslarini yo'q qilish, Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilib naslini quritish, Uyg'ur o'smirlarini ota-onalaridan majburiy ayirib etish, Uyg'ur milliy ma'arifini tamoman cheklashdek bir qator fashistik siyosatlari va Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga qarata xalqaro jamoatchilikning Xitoyga ko'rsatgan inkoslari. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro sahnalarda Xitoyga qarshi ilib berayotgan faoliyatlari mazmun qilingan 2 soatga yaqin maxsus doklad berdi. Zumratay Erkin xonim so'zida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining bugun xalqaro organlar va demokratik ellar tarafidan bir-birlab e'tirof qilinishga boshlanganligini, Amerika Tashqi ishlar ministrligining va Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litva parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror qabul qilganligini, millionlagan begunoh Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligining va ularning lagerlarda jismoniy va ruhiy jihatdan ig'ir qiynashga, xo'rlashga va o'ltirishga duchor bo'layotganligining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayirmachilikning oldini olish oliy komissarligining dokladida rasmiy yer olganligini, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi sababli Amerika boshchiligidagi bir qism demokratik ellarning va Yevropa birligining Xitoyga va Xitoyning bir qism rahbarlariga jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yayotganligini, navbatda Bejingda o'tkazilayotgan qishliq olimpik yig'inining ko'plagan demokratik davlatlarning diplomatik boykot qilishiga uchraganligini alohida eskartib o'tdi. Zumratay Erkin xonim dokladining oxirida Kanada, Amerika, Norvegiya, Belgiya, Fransiya, Ispaniya qatorliq davlatlardan kelib bu qitimqi muhokama yig'iniga qatnashgan qonun fakulteti o'quvchilarining Uyg'urlar masalasi haqidagi turli savollarga javob berdi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Zumratay Erkin xonim o'zining bu qitimqi yig'iniga qatnashish orqali Germaniya va har qaysi ellardagi universitet o'quvchilarining Uyg'urlar masalasiga, bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari masalasiga bo'lgan qiziqishining alohida yuqori ekanligini cho'nqur his qilganligini, Ikkinchi dunyo urushidan keyin amdi aslo takrorlanmaydi deyilgan Nazi kampalarining bugungi kunda Sharq Turkistonda qayta o'tirg'i chiqishining universitet o'quvchilarini dahshatga tushirganligini va yig'in qatnashchilarining Xitoyning bu xil fashistik qilmishlariga qarshi tegishli inkos qaytardiganligini ifoda qilganligini bildirdi. 12 fevral kunimi Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandim Teksasdagi Houston universitetida musulmon o'quvchilar uyushmalari tomonidan o'rinlashtirilgan yig'inga alohida taklif bilan qatnashib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi haqida leksiya bergan hamda musulmon o'quvchilarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun safarbar bo'lishga chaqirgan edi. Amerika tomoshabinlariga tanishliq bo'lgan televiziya riyosatchisi Ferit Zakariya yaqinda CNN televiziyasining Dunyoviy ommaviy maydon programmasida Pokiston bosh ministri Imron Xon bilan suhbatda bo'ldi hamda maxsus Uyg'urlar masalasini o'tirg'a qo'ydi. Shuningdek, yangi Xitoy safaridan qaytib kelgan Imron Xondan siz dunyodagi eng chong musulmon davlatlarining biri bo'lgan Pokistonning rahbari turuqliq nima uchun Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishini qo'llaysiz deb so'radi. Shuningdek, Sharq Turkistondagi qirg'inchilik tufaylidan Amerika, Kanada qatorliq bir qism g'arb davlatlarining Xitoy sohibxonlik qilgan Bejing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilganligini alohida eskartib o'tdi. Uyg'urlar haqidagi savollarga qarata izchil bilmas bo'lib kelayotgan Imron Xon bu qitim boshqacharoq javob berdi. U Pokistonning Xitoyda turishliq bosh elchisi Mo'in ul Haqning Urumchi qatorliq joylarda ekskursiyada bo'lganligini, uning bu jarayonda g'arb axborot vositalarida tilga ilingan qirg'inchilik hamda uningga munosabatli hech qanday ahvolni ko'rmaganligini misol keltirib, Xinjiangda undaq ish yo'q ekan. Ammo mening tushunmaganim dunyo nima uchun Hindiston bilan Pokiston talashib kelayotgan Kashmir rayonida hayotidan ayrilgan minglagan kishilar haqida so'z qilmaydi dedi. Farid bo'lsa qaytirib savol qo'yib, siz Kashmirdagi musulmonlarning ahvoli Xinjiangdagi musulmonlarning ahvolidan nachar demoqchimi deganda
İmran Xan o'zining bundaq selishtirma qilmoqchi emasligini, ammo Kashmir masalasining diqqatini chetda qilayotganligini yana bir qatim ta'kidladi. Oxirida Farid uningdan siz Xitoydagi musulmonlarning beshiga kelayotgan ishlarni ayblamsiz deb qaytlab so'raganda, İmran Xan hozir sovuq urushning qaytadan boshlanayotganligini, bundaq ahvolda ma'lum bir tarafning gapiga ishonishning oqilonalik bo'lmaydiganligini aytib gapni ep qochdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining kelgusidagi energiya import ishlari uchun ehtiyot tayyorligi deb qaralayotgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishiga Xitoy hukumati 47 milliard Amerika dollari mablag' sog'an ekan. Xitoy hukumatining bu xildagi qarz diplomatiyasiga ilinib qolgan ko'plagan islom davlatlari o'xshamagan so'rovlarda izchil Xitoy hukumatini himoya qilib so'z qilib kelmoqda ekan. Xitoyning zolimligini, shuningdek Sharq Turkistondagi qirg'inchiligini oshkora tanqidlash bilan to'nilgan Amerikadagi basketbol mayri Anas Kanter yaqinda Boston Celticslar komandasidan Houston Rockets'u komandasiga almashtirilgan edi. Ammo kutilmaganda Houston Rockets'u komandasi Anas Kanter bilan bo'lgan to'xtamni bekor qilganligini e'lon qilgan. Bu ahvol Xitoy hukumatini bekli xushal qilib o'tgan bo'lib, Xitoy hukumatining qoni bo'lgan yer shar vaqti gazeti bu vaqtdagi obzor maqolasida Anasning Houston Rockets'u komandasidan chiqarib etilishi ular uchun bir virusni tozalaganlikka barobar. Xalqimiz endi Boston komandasining top musobaqasini ko'rdi degan. Xitoy buningdan ilgari Anas Kanterni Amerika Markaziy axborot idorasi CIAning jasusi deb e'lon qilgan edi. Davlatlik taqriz gazetining 15-fevraldagi xabarida aytilishicha, Anas Kanter bilan birlikda almashgan boshqa mayorlar Houston Rockets'u komandasida qolib qolgan bo'lib, Anas Kanterlar bu komandadan chiqarib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Anas Kanter Beijing qishliq olimpik musobaqasini to'liq boyqut qilish chaqiriqini o'ttirga qo'ygan. Shuningdek, Xitoy basketbol cho'lpini Yao Mingni Xitoy hukumatining qo'rchoq to'pchisi deb atagan ekan. Amerika basketbol birlashmasi NBA'dagi bu ikki donliq komandaning Anas Kanterga tutgan muomalasi navbatda tashqi dunyoning Xitoy hukumatiga bo'lgan zo'r gumonni qo'zg'amoqda ekan. Ba'zilar bo'lsa buning tasodibiylik emasligini alohida ta'kidlamoqda ekan. Bo'libmi Houston Rockets'ning sobiq idora hayatlaridan Dari Mori 2019-yili Hong Kongdagi demokratiya harakatini himoya qilib, Twitterda uchur yo'llaganda mazkur komanda Xitoy miqyosidagi xalq hujumiga duch kelgan edi. Xabarda aytilishicha, Anas Kanter ilgirki radio televiziya suhbatlarida o'zining NBA'dan siqib chiqarilish ehtimoli borligini tilga olgan ekan. Adolat va haqqoniyatni yoqlaydigan go'zal axloqqa ega Anas Kanterning Houston Rockets'u komandasidan siqib chiqarilishi muhojirat yashayotgan Uyg'urlarni qattiq afsuslantirib qolmasdan kishilik huquq tashkilotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Raqamlashgan boylik dunyosidagi bir muhim tur bo'lgan saplanmas tanga yaqindan buyon zo'r aloqishga erishayotgan bo'lib, Londondagi faoliyatchilardan Rizo Afshar Uyg'urlarga yordam berish uchun yaxshilarga saplanmas tanga nomida mablag' yig'ish faoliyati tashkillagan. Navbatda bu harakatga ovoz qo'shganlarning soni borgan-sari oshmoqda ekan. O'rindiq sodisi gazetining 15-fevraldagi xabarida aytilishicha, rassom va ajoyib g'aroyiblarni yig'ish bilan mashg'ul bo'lib kelgan Rizo Afshar Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlarga moddiy jihatdan yordam qilish uchun yaxshilarga saplanmas tanga nomida bir turni ochgan. Uning aytishicha, u Xitoy san'atkori IVVning suratlar to'plamini ko'rgandan keyin bu niyatga kelgan hamda bu turni o'ngishli ochgan. Xabarda uning bu tur orqali yig'ilgan pullarni Uyg'urlarga qanday shaklda yordam qiladiganligi aytilmagan bo'lsa-mu, ammo buning hozircha tezdan kengayayotganligi ta'kidlangan. Yaqinda Rizo Ashraf o'qituvchi Xitoy san'atkori IVVni bu turga taklif qilganda, IVV buningga xushonlik bilan ma'qul bo'lgan. U bu vaqtda so'z qilib, biz bu vaqtdagi ahvolni IVVga tushuntirgandan keyin u Xitoydagi qabihlikka qarshi bo'lgan bu turga boshmaltoq berdi hamda o'zining buni qo'llaydiganligini bildirdi degan. Ma'lum bo'lishicha, saplanmas tangida rasm, surat, muzika, ovoz xotirasi qatorliqlarning igdorlik huquqi setib olinadigan bo'lib, navbatda saplanmas tangining dunyoviy bozor qimmati 40 milliard Amerika dollariga yetgan. Yillardan beri Xitoyga nisbatan yumshoq mavqeda bo'lib kelayotgan Germaniya hukumatining navbatda bu andiziga xotima berib, Xitoyga nisbatan texmo qattiq maydonga o'tayotganligi ko'plab ma'lum bo'lmoqda. Yaponiya iqtisod xabarlarining 12-fevraldagi mulohiza maqolasida aytilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministrligi yaqinda boshqa ministrliklarga uqtirish yo'llab, ularni Xitoyni sistemlik raqib deb tonishga da'vat qilgan. Germaniyaning Olaf Scholz hukumati yo'lga qo'ygan bu umumiy strategiya sobiq bosh ministri Angela Merkel ijro qilib kelayotgan qarshilashmaslik strategiyasidan zo'r darajada farq qiladi ekan. Maqolada aytilishicha, Germaniya hukumatining bu xil yangi maydoni, bo'libmi uningdagi Sharq Turkistonda avj olayotgan majburiy emgak va lager sistemasi, Tayvan bo'g'izi masalasi qatorliqlardagi o'zgarishlar Xitoy hukumatini bakmi bearam qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya yangi navbatlik hukumatining bunday mavqega o'tishi Yevropa ittifoqining Xitoy haqidagi mavqesida ko'rilayotgan o'zgarishga mos holda o'tirg'i chiqqan hodisa ekan. Germaniya Ishchilar partiyasining a'zosi Reinhard Bütikofer bu vaqtda so'z qilib, bir necha yilni o'tkazib yetib bo'lsa-mu,
Germaniya hökuməti axırı Xitoy bilan bizning o'rtamizdagi sistemalik raqobatni ko'rsatib o'tishga muvaffaq bo'la oladi degan. Maqolada ko'rsatilishicha, Angela Merkel bosh ministr bo'lgan 16 yil jarayonida Germaniya hökuməti izchil Xitoy bilan qarshilashmaslik mavqesida turib kelgan. Buningdagi eng muhim sabab iqtisod omili bo'lib, Xitoy izchil turda Germaniyaning 2-chi o'rindagi eksport bozori bo'lib kelgan. Bu mezgilda o'rta hisob bilan Germaniya ishlab chiqargan har 3 avtomobilning biri Xitoyda sotilgan. 2021 yili Germaniyaning Xitoyga qilgan eksport savdosining qiymati 114 milliard Amerika dollariga yetgan. Germaniya hukumatining bu yangi mavqesi ularning Beijing qishliq olimpik musobaqasiga o'z vakillarini avatmasligida aks etgan bo'lib, navbatda ularning Hindiston va Yaponiya bilan bo'lgan munosabatimi hamkorlik yo'nalishiga qarab maqmoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon apandi bu munosabat bilan stansimizga qilgan so'zida Olaf Scholz apandimning bosh ministrligidagi Germaniyaning yangi hukumatining Uyg'urlar masalasiga bo'lgan pozitsiyasida ro'shan bir o'zgarishning yuz berayotganligini. Keyingi mezgillardan buyon Germaniya federal parlamenti va Germaniya hukumatida Uyg'urlar masalasining ko'p qitim muzokaraga qo'yilganligini. Germaniyaning yangi bosh ministri Olaf Scholz apandi bilan Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim va ichki ishlar ministri Nanki Faeser xonimning 2022 yillik Beijing qishliq olimpiyaga qatnashmaydiganligini oshkor e'lon qilish orqali o'zlarining Uyg'urlar masalasidagi maydonini ifoda qilganligini eskartib o'tdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yurtimiz, bir daha bulsun.